Bismillahirrahmanirrahim. Bana $10.000. Ben bir $20.000. Bu $30.000. Jami naqd pul berganlar kartalar bilan 24 soat ichida $39.800 pul yig'dik. Demak biz sizlar bilan uddaladik. Allohim shu xo'jayinimni yaxshi bo'lishiga qarashgan hamma jami ahli jamoani kasbkorlariga baraka bergin, oilalariga tinchlik, xotirjamlik, nimaiki yaxshi niyatlar bo'lsa, erishlariga sazovor bo'lsin. Shunchalik O'zbekiston xalqini qo'llab-quvvatlab, savobli ishni amalga oshiryapsizlar ekan. Sizlarning oilalaringiz, farzandlaringiz, meni farzandlarim ham sizlardek bo'lishini xohlayman. Ilohim ehson qiluvchi farzandlar bo'lsin. Sizlarning orqalaringizdan ergashsin. Yurtimizga, xalqimizga xizmat qiladigan solih farzandlar bo'lishini xohlayman. Ehson qilganlarni esa xonadonlarda to'y tomoshalar, yaxshi kunlar bo'lishini, bizga birini berganlarga Allohim ming savob, ming ajrini berishligini xohlayman. Allohu akbar. Mana aziz vatandoshlar, bugungi ehsonimizdan sizlar bilan birgalikda uddalab yopib oldik. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketaman. Eng katta firibgarlar, qo'pol gapirganda it emganlar Telegramlarda rosa ko'p. Telegramda mani rasmimni qo'yib, Shavkat Zulfiqorman deb qo'yib olib, juda ko'p qiynalgan miskinlarga sizga yordam bermoqchiman, karta istashang, kod ayting deb mana qilib yozib, sizga nima xizmat deb juda ko'p qiynalganlarda telefon nomerini olib olishib, mana ko'pchilik video qilib, men rasm qo'yib Shavkat Zulfiqorga murojaat deb qo'yyapti-da, bemor kartasini ham qo'yapti, telefon nomerini qo'yapti. O'sha nomerga men bo'lib kirib boryapti. Meni Telegramga tashlagan dumaloq videomda assalomu alaykum deganimni kesib olib tashlashyapti. Iltimos, men agar birorta bemorga aloqaga chiqsam, hech qachon qo'lda yozmayman. Meni adminlarim ham yozmaydi. Men chiqadigan bo'lsam telefon qilaman yoki Telegramdan video vizib orqali gaplashaman bemorlar bilan. Hech qachon qo'lda yozib, adminim ham yozib, karta tashlang, qanaqa yordam kerak deb yozmaymiz. Bunga bizning vaqtimiz ham yo'q. O'zi odamlarimiz olib qo'ygan o'chirtlarimiz bor. Birovga nima yordam kerak deb yozishga vaqtimiz yo'q. Iltimos ogoh bo'ling. Kim sizga Shavkat Zulfiqorman deb Telegramdan kirib yozsa, menga dumaloq video tashlading. Yo'qsa video vizitdan qilding, yo ovozli xabar yozding. Shundaysa ishonib qolib, o'zi qiyinchilikda turgan holatingizda pullaringizni oldirib qo'ymang. Ogoh bo'ling. Kelasi payshanba ko'rishguncha assalomu alaykum.